Butun dunyo Elon Musk bilan Kim Kardashianni Ozempikdan ozganligi haqida gapiryapti. Lekin hali hech kim Ozempik zararlarini gapirib chiqmadi. Bilasizmi, Ozempik zararlari u yoqda tursa, uni narxi juda ham qimmat. Agar siz uni haftada bir marta oladigan bo'lsangiz ham 4 milliondan 6 milliongacha bo'lgan original Ozempik sotib olish cho'ntagingizni ko'tarmaydi umuman. Undan tashqari Ozempikni bir hafta yoki 2 hafta qo'llaganingizda natija olmaysiz. Kamida 30 haftagacha qo'llash kerak bo'ladi va albatta Ozempik qandli diabetni ikkinchi turidagi insonlar uchun tavsiya qilinadi. Ozempikning o'ziga yarasha zararlari bor. Ilk haftadayoq qo'llagan insonlar buni aytishyapti. Qayt qilish, oshqozonda juda ham og'riqlar, ya'ni ovqat yeganingizdan keyin o'sha hazm sistemangizda anchagina muammolar bo'ladi. Sababi Ozempik sizni zo'r ozdirib qo'ymaydi. Birinchi navbatda hazm sistemangizni buzadi, qalqonsimon bez faoliyatiga juda ham salbiy ta'sirlari bor. Buyrak faoliyatiga va eng muhimi sizni juda ham stressga berib qo'yadi. Ya'ni asabiy bo'lib qolasiz, sababi ovqatlarni ko'rganingizda уже o'zidan o'zi yegingiz kelmay qoladi. Ishtahangizni shu darajada bo'g'ib qo'yadi. Qo'ying, bunaqa nosog'lom ozgandan ko'ra to'g'ri taomlanib, maza qilib, ne'matlardan bahramand bo'lib, foydalilarni iste'mol qilib ozing. Undan tashqari bunaqa qimmatga siqilib ozgandan ko'ra, o'sha pulga maza qilib bir oy to'g'ri taomlanishga mahsulotdan sotib olib, oilangiz bilan birgalikda iste'mol qilganingiz yaxshi ko'p. Ozempik bilan ozishni shaxsan men tarafdori emasman.